Bolalar, bu maslahatni YouTube'da ham izlab topa olmaysizlar. Tем более o'zbek tilida mutlaq topa olmaysizlar. Qaranglar. Men sizlarga hozir uzog'i 2 yo 3 haftada turib rolik mashg'ulotini bajarishni o'rgataman. Qaranglar. Sizlar juda ham oson, sizlar tushunarli. Ishlatishingizda, lekin turib qilish nihoyatda qiyin. Meni rekordim turgan holatimda o'zimni vaznimdan tashqari yana 100 kilo vazn bilan qilganman. O'zim 85 o'sha payt, ustimda 100 kilo. Bu nerealniy narsa. Turib bajarganingizda qo'lingizni uchidan oyog'ingizning uchigacha barcha mushaklar ishga tushadi. O'zim eshitilyaptimi bilmadim. Qaranglar. Birinchi hafta 7 kun mana shunday chiziq oldida chizib olasiz va devor qarshisida turasiz. Ya'ni stop bo'lish kerak. Kimdir oyog'ini qo'yib tursa ham uni farqi yo'q. Bir qaraganda kulgili tuyulishi mumkin, nima qilyapsan deyishi mumkin, lekin siz uzoq yuqori cho'qqiga mayda-mayda qadamlar bilan chiqyapsiz. Bir hafta o'tgandan keyin bir qarish orqaga yurasiz. Tirsagingiz har doim sal egilgan holatda, hech qachon to'g'ri qilmaymiz. Chistimiz ham rolikka pastida bo'lmaydi, har doim ustidan qo'yamiz. Orada yana bir hafta o'tdi. Yana bir qadam orqaga yurasiz. Mushaklar keraklicha chiniqadi. Yana bir hafta 10 kunlar o'tdi. O'zingizni samashushingizni qaraysiz va sizga o'sha bu devor mutlaq kerak emas bo'lib qoladi. Rolik nafaqat pressingizni yoki брюшной press, зубчатые мышцы, balki belingizni, oyog'ingizni, biceps bidra, икроножи, yelkalaringizni, traplaringizni hamma joyingizga ishlov beradi. Uyingizni yoki zalingizni bir chetida yotgan, hech kim bilmaydigan rolik aslida sizni qaddi qomatingizni $1000 sportga ichib, harman tiqib zallarning qimmatiga borib figura qila olmayotgan do'stingizdan zo'r figurani sizga bag'ishlaydi. Faqat siz buni to'g'ri bajarishga o'rganing. Iloji bo'lsa har kuni trenovadan so'ng tizzadan 15 ta 20 tadan 4-5 podxod bajaringlar. Videoyim yoqqan bo'lsa maksimum reaksiya, maksimum repost, ya'ni do'stlarga jo'natinglar, o'zingizga saqlab qolinglar. Qiziq bo'lsa men har doim shunaqa narsalarni sizga ko'rsatib o'tiraman. Hali kerak bo'lsa ortiqcha vazn bilan rolik qilishni ham o'rgataman. Uni ham o'ziga yarasha sirlari bor. U sirlarni mendan boshqa hech kim bilmaydi, chunki meni rekordimni hech kim qilmagan. To'qiyotgan bodybuilder chiqsin, ustiga 100 kilolik vazn bilan rolik qilib bersin turib, men 150 kilo bilan qilib beraman. Qanday omad.